Jo'xa kelsa bu yerga kiritma, tushundingmi? Ha, tushundim. Qanday kiritmasligi mumkin? Bilmadim, u sening vazifang. Xullas kiritmasliging kerak, tamom. Ha, bo'pti, mayli harakat qilaman. Ha, bo'pti, ishondim senga. Xo'p, ishon. 10-qishloqqa ham yetib keldim-u, mashinam lekin yurishni xohlamayapti shekilli, chunki 10-qishloq xavfli bo'lishi mumkin deb o'ylayapti. Tentak mashina qanaqasi xavfli bo'lishi mumkin? Sen tentak o'qiganmisan? Yur tezroq. Undan ko'ra tushib piyoda yurganim yaxshi yoki orqasidan o'tib itarasam bundan tezroq yuradi. Namuncha sekin yuradi bu mashina. Oho, undan ko'ra piyoda kelganimga hozir kelib uyimda o'tirgan bo'lardim, choyimni ichib, mazza qilib. Tezroq yur, namuncha sekin yurasan bu mashinani yaxshisi. Yo'lga chiqarib olish kerak tezroq, balki yo'lda tezroq yurar. Yo'q, yo'lda ham yuradiganga o'xshamayapti. Uyimda qanaqadir jitel balki meni kutayotgandir, bilmadim. Xo'sh, mashina shu yerda qolsin menimcha. Voy, balon qani buni? Balon yo'lga tushib qoptimi? What the fuck? To'xta, bagajdagi narsalar turibdi ish qilib. Shu eski mashina bekor olibman bor-ku. Bilganimga olmasdim. Baloni ham yo'q ekan. O'sha uchun sekin yuryapti ekan. Oho, eshiklarni ham titilib o'tganini qaranglar. Bekor olibman mashinani. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana Jo'xa va sizlar men yangi tandirdan issiqqina o'zilgan nonimga xush kelibsizlar desam ishonmanglar. Videomga xush kelibsizlar. Xullas, videoni oxirigacha ko'rib kanalga obuna bo'lishni maslahat beraman, lekin mana bu Jetel meni uyimda nima qilayotganiga hali ham hayronman. Hoy Jetel, qalaysan, yaxshimisan? Ha, vaalaykum. Salom berding o'zi? Yo, salom berganim yo'q, nima o'zingcha vaalaykum deyapsan? Unda salom ber. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Qalaysan, Jo'xa, zo'rmisan? Ha, zo'r. Nima meni eshigimda oldida kelib o'tiribsan? Qochma, o'tib ketay. Yo, sen uyga kirmaysan. Sen jinni o'qiganmisan? Nimaga kirmayman? Prosta kirmaysan. Sen jinni o'qigan shekilli. Qochib tur, o'tib ketay. Yo, kirmaysan deyapman-ku. Nimaga kirmayman? Prosta kirmaysan. Yo, tushunmadim. Mening uyimning oldidagi mana bu yerdagi narsalar, qani zaborlar nima qilding? O zaborlarnimi olib tashladim. Sen tentaymisan birovning uyidagi narsa olib tashlab? Qochib tur, kirib ketay. Yo, kirmaysan. Yomon asabimga o'ynayapsan. Nimaga kirmayman? Prosta kirmaysan dedimmi, kirmaysan. Yo, nima sababi bordir, qanaqadir? Sabab yo'q, kirmaysan. Sen har jinni o'qiysan. Bu axir meni uyim-ku. Sen uyingga boshqa uy bo'lmaydimi? Mana blokning ustiga qanaqa o't o'sib qolgan. Bilmadim, qarochi o'zi shunaqa bo'lib qolgan shekilli. Bilmayman. Xullas kirmaysa bor zot o'yini. Sen asabimni buzma. Men qara o'ldirib qo'yishim mumkin seni. U qo'lingdan kelmaydi o'ldirish. Qarochi bo'pti, men ketdim. Janob merga aytib beraman, sen tushundingmi? Bor prezidentga aytmaysan menga desa. Ana shu qilganing uchun ham o'zi ko'rasan, janob merga aytib beraman. Bu tentakmi bu Jetel? Nima meni uyimga kelib olgan, uyimga kirgan qo'ymayapti. Bari kiritmayman dedim-ku, bor. Merda aytib kelgin, borib. Aytib kelaman, aytmasang ham. Nimaga bunaqa qilyapti, men tushunmayapman. Nimaga zaborlar olib tashlagan? Bu yerda bitta blok g'alati bo'lib qolgan, hayronman. Hozir janob merga hammasini aytib beraman. Janob mer menimcha menga tushuntirib beradi nimaga bunaqa bo'layotganini. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum Jo'xa, qalaysan, ishlaring yaxshimi? Ha, bo'ladi, rahmat. Nima gap, nimaga kelding? Shu uyimning ichida bir ikkita narsalar qolib ketgan ekan, o'sha narsani olib ketishga kelgandim. Kelsam Jetel turibdi eshigimning og'zida, nimadir qilib, keyin qochib tur uyimga kiray desam, kiritmayapti. O'zingning uyga kiritmayaptimi? Ha, o'zimning uyimga kiritmayapti. Nima qilay? Nima qilishni bilmadim, lekin nimaga kiritmayapti, tushunmadim. Shu o'zim ham tushunmayapman. Shu uchun siz yoningizga keldim. Taniysizmi Jetel? Nimaga kiritmayapti degan savollar bilan. Yo, tanimayman, bilmadim. Nimaga kiritmasligi mumkin esa, o'zingning uyiga nahotki. Shu tushunmayapman deyapman-ku sizga bir gapni umuman tushunmas ekansiz siz ham. Yo, tushunishga tushunaman, nimaga kiritmayotganiga tushunmayapman. Shu men ham tushunmayapman shunga. Tushunish kerak-da, o'ylash kerak. O'ylab ko'ch, qani balki nimadir qarzing bordir, qarzingni bermagunicha kiritmasdir. Yo, men hech kimdan hech qanaqa qarzim yo'q. Nimagadir kiritmayapti-da. Shu nimaga ekan-a? Shu nimaga ekanligini sizdan so'rayman deb kelganim, siz bilmas ekansiz. Qarochi ketdim. Bo'pti. Nima qilmoqchisan endi? Shu Jetel ursammikan-a? Tentak qamalib ketasan. O'ldirsamchi? Battar qamalasan. Tiriklaring ko'msamchi? Qamalishning kvadrati bo'ladi. Tentak agar o'ldirsang 5 yil qamalsang, ko'p o'ldirsang tiriklaring 10 yil qamalasan. 2 barobar ko'p bo'ladi. To'g'ri. Mayli, unda nimadir qilaman xullas. Lekin nimaga meni uyimni oldiga bunaqa turib olgan, tushunmadim bu yaramas Jetelga. Voy Jetel, menga qara. Yaxshilikcha kirgiz, bo'lmasa ko'rasan mendan. Nima qilasan, urasanmi? Mosh urarman. Qo'lingdan kelmaydigan ishni aytma. Qo'limdan 8x8 keladi, tushundingmi? Qara ayta olasanmi? Yo'q, 8x8 seni uraman demoqchiman. 64 urasanmi meni?
va asabimga o'ynama, xo'pmi? Qochib turda, qoch. Baribir kiraman. Kirdim. Yo, Johan chiq iltimos, chiq iltimos. Nimaga chiqishim kerak? Uyimni ishtim bo'lmagan. Nimaga kiritmay o'tiribsan? Tushunmadim. Prosta bitta odam keldida Johanni kiritib o'yiga dedi. Evansiga pul berdi. Kim edi u? Bilmayman kimligini. Men pul berib ketdi. O'sha kiritma degandi. Endi sen kirding, endi pulni qaytarib olsa kerak. Tushunali. Mayli, pulini qaytarib olsin. Mana shu eshigimning oldidagi blok bor-ku. O'shani to'g'rilab zabor olib kelib, bu to'g'rilamasam, rasvosini sen chiqardingmi yo o'sha odammi? Bilmayman, men kelgan vaqtim shunaqa ekan. Demak o'sha odam nimadir qilgan. Bu yerni qaranglar mana uni. Stop. Menga qara, buni ostidagi daraxt qayerdan keldi? Bilmayman, aytdim-ku, men kelgan vaqtim shunaqa edi. Tushundim. Stop. Nima hamma yoq daraxtmi? Nima toshning ostiga daraxt qilgan? Qaysi tentak bu tomonda yo'q ekan, mana bu tomonni qaytarib qo'yib turaylik. Men tushunmadim. Aniq san qilmaganmisan? Yo'q, aytayapman-ku, men kelgan vaqtim o'zi shunaqa ekan. Tushunarli, lekin juda ham qiziqib ketyapman. Nimaga bunaqa daraxt qo'yib ketdi bu yerga? Men ham qiziqdim, lekin to'g'risi. Tushunarli emas. Tushunarsiz. Вообще tushunarsiz. Kim edi u? Tanimadingmi? Ismini aytmadimi? Yo'q, aytmadi. Ismini ham aytgan yo'q, boshqasini ham tanimadim. Obbo, shunaqa problemalar ham bo'lamidi boshimda. Mayli, bu daraxtni olib tashay. Stop. Oltinmi? Qanaqa oltin? Sariq oltin. Oltin bo'lganiga sariq bo'ladi. Qanaqa rangini aytding-a? Katta kichiligi qanaqa? Yaxshisi o'zing qarab ko'rchi. Hozir qarayman. Qani ochchaval. Hozir mana ichiga tushib ketayda. Okay, qarachi. Oho, shuncha bir gala oltin. Aha. Tovon qichib ketdi buni hidiga bor-ku. Oltin juda ham zo'r narsa ekan, qaranglar. Yo, shuncha oltin. Hammasi meniki. Nimaga seniki? Tentay meni uyimning ichidan chiqqandan keyin meniki bo'ladi-da. Yo'q, men qo'riqlab turgandim. Sen bekor qo'riqlagansan. Sen kim aytdi qo'riqla deb? Qo'riqlamaydi. Seni o'sha odam aldagan, ko'rdingmi? Yomon bo'pti. Agar bilganimga sen kelishingdan oldin olib qo'yardim. Afsus ko'p qolmaysa, men bu oltinlarni endi o'zimga egalik qilib olayin, hammasiga olib ketaman bu yerdan bu oltinlarni. Hozir olib borib janob merga beraman. Janob merga nimaga berasan, tentak? Janob mer o'ziga menga pul beradi. Menga pul kerak. Tushunarli. Hozir qanday chiqasan tepaga? Chiqish problemami? Tentak. Короче, men blok tushuna qo'yib chiqib tepaga chiqib ketaman. Mana aka. Qochib tursang, qochib tur deyapman. Nimaga qochib tur deyapman? To'g'ri. Hozir borib bitta tosh olib kelay, tosh kerak ekan. Zo'r. Men boyman. Men yaxshiyam shu jetel kiritmay o'tirgan ekan. Yo'q, kiritib o'rganga agar men bilmasligim mumkin edi. Yo'q, ana u blokni ko'rganimda baribir bilardim. Ya'ni o't o'sib chiqqan tosh bor-ku, o'shani ko'rganimda baribir bilardim bu yerda nimadir bor deb o'ylardim. Hozir daraxt ham kerak bo'ladi menga zabor qilishga. U qaysi jetel, qanaqa jetel qora kiyimli odam dedi-ku, o'sha qora kiyimli odamni uxlatdim. Mana aldab nimadir qilmoqchi bo'lgan u, aniq bilib qoldim. Uyimga pul yashirib nimadir qilmoqchi bo'lgan, reja tuzgan qanaqadir. Men rejasini beliga tepdimda oltinni uxlatdim. Ana endi oltinsiz qoldim, bratan. O'shaning uchun birovda uyiga unaqangi so'roqsiz narsa, bunaqa ishlar qilmas kerak. Bratan tushuntirish kerak-da, tushunmagan. Endi mashinamni yangilasam bo'ladi, oltinim ko'p. Qanaqa mashina olishni o'ylab ko'rganim yo'q. Kommentariyaga yozinglar, qanaqa taklifinglar bor. Qanaqa mashina olsam bo'ladi? Normalroq ideya aytinglar. Endi men bilan sozlash kerak. Johan, nima bo'ldi? Oltinni nima qilding? Oltin o'zimda turibdi, hozir olib boraman-da, janob merga berib evaziga pul olaman. Yo'q, menga bering. Men bo'lmaganimda ololmasding. Yo'q, sen bo'lganingda ham olardim. Chunki kelganimda mana bu yerda chirik tosh turgandi. Chirik bo'ladi-da, qochib tur. Keyin nima bo'ldi? Keyin o'shani ko'rganimdan keyin men olardim o'zimdan bilib. Bo'lmagan gap. Bo'lgan gap nimaga bo'lmagan gap ekan? Chista bo'lgan gap. Hozir shoshmay tur, men anoni yasab olayda, nima edi? Короче, zabor yasayman. Eshik yasash kerak ekan. Eshik yasash uchun bunaqa qilamiz va o'rtasiga blok yetmay qolar ekan. Mayli, hozir borib yana blok olib kelishga to'g'ri kelar ekan. Mayli, olib kelish kerak bo'lsa olib kelamiz. Bu yerni to'g'rilab oray. Hozir janob Medioniga zinga o'tib kelaman, zinga. Davay eshik yasachi endi. Eshik yasash uchun blogim yo'q. Mayli, hozir janob Medioniga o'tib kelay. Keyin daraxt topsam qayerdandir eshik ham yasab oraman.
Tak 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 tak. Okey, janob merga tushuntirish kerak yana endi buni. Janob mer, dahshat yangilik bor. Qanaqa yangilik? Короче, ana jetel uyimga kiritmayotgandi-ku. Ha, kiritmayotgandi. Keyin mamnaqangi yashil blok turgan ekan, o't o'sgan tosh blok. Xo'sh. Keyin o'shani men qaradim. Bunaqa tosh uyimda turmasin deb, toza blok qo'yaman deb. Shunday olsam tagida daraxt turibdi. Yer ostidami? Ha, daraxt blok turibdi. Keyin uni sindirdim, qarasam ostida oltin turibdi. Yo'q, qanaqa oltin? Mana bunaqangi oltin qarang. Oho, buncha oltin qayerdan olding? Buni 4 baravarida bor hali. Dahshat-ku. Nima qilasan endi buni? Buni sizga bermoqchiman, evaziga menga pul bersangiz juda zo'r bo'lardi. Kakras o'zi tebadagi shkafni qarasang, pullar bor. Oho, hammasi mengami? Yo'q, hammasini bermayman. Hammasini bering, axir oltin hozirgi vaqtda bilasiz qancha narx bo'lib ketgan. O'shanga bemalol siz zarar ko'rmaysiz. Mazza qilib boyib ketasiz, lekin buncha pul inventda sig'ar ekan. Mayli, roziman. Obor, oltinlar qo'ydingmi? Ha, qo'ydim joyiga. Bo'pti, mayli bor. Ha, mayli, rahmat janob mer sizga kattakon. Sog' bo'ling, salomat bo'ling deyman. Hozir bir ikkita daraxt olib kelay, anoga eshik yasashim kerak axir. Yaxshi bo'ldi. Men boyman, men boyman, boykaman. Boyka emasman, boyman. Короче, hozir hamma narsani tez qilib tashasam, keyin vaqtim bo'lganda avtosalonga o'tib kelaman. Ya'ni yangi mashina olish kerak. Buncha pul bo'lgandan keyin odam bosar tusarini bilmay qolar ekan. Bosar tusarini bilmay qolgandan keyin mashina olgisi kelar ekan, uy olgisi kelar ekan, xotin olgisi yo'q, xotinni hali yoshman-ku, xotin olmayman, kerak emas. Короче, ko'p narsa olgisi kelar ekan. Qochib turay, yaramas jetel. Menga ham ber pulingdan. Yo'q, bermayman. Sen hali ham ketmadingmi? Yo'q, men shu yerda qolaman, chunki meni tagimga kley qo'yib ketgan. Tagingga kley qo'yib ketdimi? Ha, shu uchun qo'zg'ay olmayapman. Sen ham shu uchun o't olmading-da, tentak. Shunaqa desang bo'lmaydimi vaqtliroq? Deya olmadim-da, aytayapman-ku. Deyish kerak edi. Qochib tur, endi men eshitib qo'yib olay bu yerga. Qochib tur, sen ko'chirib ham bo'lmay boshqa joyga. Qoch. Men chiqib ketay bo'ldi. Men ana endi uxlayman, sen shu yerda o'tir, qorovullab. Men ham uxlay. Uxla. Tikka uxlaysan faqat, chunki sen yopishib qo'ygansan-ku. Yomon bo'ldi, yomon. Yig'lab, mazza qilib yig'lab. Men esa mazza qilib uxlayman. Tak. Ha, mana bunaqa uxlardi.